Mana shuncha vaqtdan beri mana necha yildir ishlagansizda, mana shu qabr qozgansiz. 20 yildan beri. 27 yil. Mana ochilgandan beri. Ha, 27 yil mobaynida nima hodisalar bo'lgan? Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalidan ko'ruvchilari. Sizlar bizden temamızdan kurgun döyde bugün qavur azavi turali videorolik bo'lmoqchi. Qavur degili ne? Bu qavur bizning töylik uyimiz. Ошондуктан biz uyimiz üçün qanchalagan biz hareketlerdi ko'rishimiz kerak. Namoz o'qishimiz kerak, boshqa ajilga borishimiz kerak. Bütün musulmon dinidagi bardıq farzlarni atqarishimiz kerak. Mına Xudoyim buyursa, ertangi kunimiz bizden Qurban ayt musulmonlardan eng sonun bayramı keldi. Albatta erten Qurban aytımızda eng sonun to'sib olalı. Qurban aytыңыздар менен. Бүгүнкү видеороликти тамаша кылып, жана видеого лайк басып, биздин каналга эң туура жазылуучулардын катарында жазылып коюңуздар. Подписаться деген кнопканы басып туруп, оң жак жагында коңгуроо чөнүн сөзсүз басып койсоңуздар, сиздер биздин эң сонун, эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошуласыздар. Азыркы биздин коюп бере турган видеоролигибизде кыштын чилдесинде ызгардуу суук ойдой бериңиздер. Көр казган киши айтып берип жатат, ошол жерде бирөөнүн кабырын казган элек, ошол барсак кабырдан кадимкидей кыштын чилдесинде жылан чыкты деп. Видеону толугу менен көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Албетте бул видеороликти таратасыздар деген үмүттөмүн. Videonu тамаша кылсаңыздар болот. Mana shuncha vaqtdan beri mana necha yildir ishlagansizda, mana shu qabr qozgansiz. 20 yildan beri. 27 yil. Mana ochilgandan beri. Ha, 27 yil mobaynida nima hodisalar bo'lgan? Ya'ni ko'p eshitamiz, qabrlar yonadi, ovozlar keladi, ilon chiqadi, yoki bu narsa chiqadi. Ba'zi bir qabrlar yengil, ba'zi bir qabrlar juda og'ir qoziladi degan narsaga siz bu bor haqiqat. Ba'zi bir joylarimiz mana qumob turpog'imiz. Qumob turpoq joylarni ham siz aytgandek og'ir kechadi. Nayt endi bu Allohdan. Biz bir oddiy sababchi, bir qazuvchi, bir go'rkov odam. Bir xilga yumshoq joyda qabrini qazsak ham mana gapingizdan ma'lum hatta bu. Bu bo'shashtirib, ish qilgis kelmay lohos kam uyqu uxlab turgan odamni singari qiynalasiz. Bir xilga joylar qattiq chiqsa ham qiynalmay qaziymiz. Endi u yoqqa o'tganda jarayonni Alloh biladi. Qiylanishimizni ham endi bu Allohdan ekan, Xudoning kuch-quvvat bergan deb qazaveramiz. Yangi ishga chiqqan paytimda bo'lgan jarayonlar yo 8-chi yo 9-chi qabr kavlayotganda mana shu holatda bunday uyini kavlab qazib qo'yasiz. Haligi qishga yaqinlashib qolgan, 94-avgustda chiqqan bo'lsa, 95ga o'tib, qishga hali yangi yil boshlangan. Qazib qo'yasiz. Nimaga? Bu shahar bo'yicha chiqadigan qabriston. Holatlarda bir kuni qabr ichini qazib qo'ygan qabrimizni ichini tozaladi. Ya'ni mana bunda bu ayvoni, buni ichkaridan yana nimasi qo'yiladi, to'g'rimi? O'sha g'ori qo'y nimasi anonsi qilinadi. Lahat qazib qo'ygan edik. Qazib qo'ysa, qish 95 ga o'tgan yili xabar bo'lib qoldi. Mashinalika mayli. Xo'p, qabrimizni kavlab qo'ygan. Soat nechiga dedik? Soatini aytdi. Mana dedik, bunda yangi ochilgan hali hujralarimiz, mana xonalarimiz yo'q. O'sha tarafga bir o'taylik-da, o'sha tarafga. Sizlar tanlar edilaringmi qabrni qayerga joylashishni yo ketma-ket ketar edimi? Ketma-ket bir chekkadan. Xo'p. Bir chekkadan qo'yilib boshlangan. Shu qaysidir qabrni kavlab 94 ochilgan, 95 yo yanvar yo fevral qish oylari edi. Chilla endi qish. Qish oyida qaysidir qabrga mayit keladigan bo'ldi. Mayit keladigan bo'ldi. Biz bu qabrga borib qazib qo'yganmiz oyog'igacha. Qo'yiladigan holatga keltirib qo'yasiz, ash mayitlar. Ochib qarasam, Allohning qudrati bilan bir ilon kulcha bo'lib yotibdi. Qish chillasida ta'jiblandim-da. Shunda olib tashqariga qo'yib yubordim. Kichkina kulcha bo'lib yotibdi.
qo'l bilan olib chiqarib tashladim. Yo'q, lopatka. Ha, lopatka bilan. Lopatka bilan olib, odamni eti junjikadi-yu. Aha. Keyin yana bir anchadan keyin ashiydi. Yana bitta qabrdan bir chayon chiqdi. Chayon katta edimi? Endi katta desam, undan katta emas, ana shu o'rta chayonda. Aha. Chayon chiqdi. Shu holatlar bo'lgan. Yana bir yili, nechinchi yili bilmayman, anig'ini qabr ka'layotdi. Mushka ambari singari hid taralyapti. Bizni otamiz ham ishlagan, shuning uchun aytma degan uchun hozir ayting bu narsa ibrat bo'lsin deganingiz uchun ikki og'iz gapirib bo'ldim. Lekin bu narsalarni mana shu ukam necha yildan beri birovga pinhon ushlagin, qabrdagi alomatlarni pinhon ushlagin deb biz tarbiya qilgan uchun hozir mana ibrat bo'lsin deganingiz uchun gapirib. Endi qaysi qabrligini so'ramadim. Masalan, aytib ham yotmang mayli, lekin o'sha qozgan vaqtingizda shunday mushkambarni hidida hid taraldi deyapsiz-da. Endi qarang, qabr azobi borligini bilamiz. Shubha bo'lishi mumkin emas. Alloh bitta bo'lsa bor. Odamzod to o'lishidan o'sha alomati beriladi, to qabrga qo'yilgunigacha. Qanaqa holatda o'ladi? Qorayib ketib o'ladimi? Yorug' bo'lib o'ladimi, to'g'rimi? Uni alomati o'zi boshidan berilar ekanda. Endi mana shu qabrga qo'yilishi ham, sizlar o'sha qabrlarni qozgan vaqtlaring kim bo'lgan bu inson deb bir so'rab qo'yasizlarmi ora-churada? Endi o'sha qiynalgan vaqtlaring yoki o'sha xushbo'y hid tarqalgan payti? Endi buni misoli menda odat yo'q-da. Mana bunday odat bor, bo'yi qanaqa? Ayol kishimi, erkak kishimi deb qo'yaman. Uni noma'ya amalini men surishtirmayman. Nimaga? Meni haqqim yo'q. Mana menda shunday xususiyat borki, sizga yolg'on bo'lishi mumkin. Menga dushman hisoblangan odam mayli bo'p bo'lsa, uni farqi bir xil, mana shu necha yil ishlagan bo'lsa, men bir xil qazuvraman. Bir xil. Bu mayt Allohning hukmiga o'tyapti. Qilgan gunohi uchun halindiqqa qilib olgan bo'lsa, Alloh u yog'ini Alloh osonidan bersin deyman. Nimaga? Niyat qilish kerak. Bu har bir inson mana misoli hayoti dunyoda kim talashmaydi? Hammamiz ham talashamiz. Shunday. Xatoni hammamiz ham qilamiz. Bu Allohning hukmiga o'tgan odamni orqasidan tosh otishlik yaxshi emas. To'g'ri, lekin yana mana savollar bor-da. Iminni go'r kovlaydigan insonlarga nimanidir sir saqlash aytilganmi? Aytyapman, hozir aytdim, aytilgan. Menga ota kasbligi uchun juda ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Otam aytgan, siz ayting ibrat bo'lsin, kimdir eshitsin, shundan ibratlansin deganingiz uchun shunday holatda aytib qo'ydim. Birinchisi ilon dedim, ikkinchisi chayon dedim, uchinchisi mushkambar hid kelgan dedim. Uni bu yog'ida mana mushkambar, mana chayonni ham, ilonni ham, mushkambar hidni ham hech qaysi qabrda shuncha hali ishlagan bo'lsam, hali his qilganim yo'q, ko'rganim yo'q. Undan keyin ko'rganim yo'q. Endi qarang, mana biz hozir internetlarda ko'ryapmiz, juda ko'pchilik o'sha narsani video ko'p tarqatyapti. Qabrda qayerlardir o'yilib qolib, ichkaridan alovlar chiqqanini ham daji ba'zi bir qabrlar cho'kadi. Shunday cho'kish holatlari bo'lganmi? Endi qabrga deyiladi, kirgandan keyin u kim bo'lishidan qat'iy nazar biz otamiz aytganlar, ulamolar aytgan gapi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar bir his bo'ladi. Ishqilib u dunyoligini har bandanikin u dunyoligini bergan bo'lsa. U dunyoligini so'rab o'zi his qilsa inson, yuragidan his qilsa, siz aytganda o'zi yaxshilik tomonga qarab ketaveradi. Alloh hammamizni qulubimizni ochgan bo'lib, alindaqa qilsa, endi hayotga chorlasa, baribir qarang, men mayli siz bilasiz, o'zingiz bilan olib yurasiz. Men qaysidir bir qismini bilsam yoki eshitib qolsam o'zim bilan olib yuribman, lekin qiziqqan odamlar, bilishi kerak bo'lgan insonlar, savollari ko'payib qolgan insonlar bor. Bu qabr haqida hozirda o'sha qabristonga kelishimiz haqida, qachonlardir kelishimiz haqida juda ko'pchiligimiz hozir hayotimizda unutib qo'yishyapti. Shu uchun ham hayotimizda juda ko'p parokandalik, o'limlar, yolg'onlar ko'payib ketgan juda ham. Endi shu uchun ham baribir so'rashimiz kerak-da. Men to'g'risi do'stlar, hozir bir ochilgan qabrga kirib bir 15 minut yotaman deb
Hozir ko'rdik do'stlar, haqiqatan ham bu yerda anaqa faqat tapchani o'sha ayvoni ochilgani, lekin ichkarisi ochilmagan. Sizga rahmat. Qo'ldan kelguncha javob berdingiz. Har bitta insonni, har bitta erkak kishini 6 ta 7 ta qabr qozishiga, 7 ta qabr qozilishiga yordam berish kerak. Ya'ni qozish kerak degan narsa bor, shu to'g'ri-a? To'g'ri, bu narsa to'g'ri. Lekin yana bir gap borki, fisabilloh deb niyat qilib, tahorat qilib, har bitta erkak agar qalbida bo'lsa, mana bu yerga ko'pchilik chiqadi, mana shunaqa aka savob. To'g'ri, savob. Savobni ham qanday qilish kerak? Savobga ega bo'lish uchun tahorat qilib kelib, bismillahirrohmanirrohim deb kelib, go'rkoga yordam qilish kerak, qora terga botguncha. Bizi otamiz shu gapni aytgan. Qora terga botsa, inson onani sutida kirgan gunohlar yuviladi deyilgan. Bu degan nima degan? Endi biz hali aytdingiz, katta savob chiqar. Alloh qabul qilsin. Mana ko'rganingizdek, qabr azobi bor. Albatta bu bardigi chindiq. Qur'oni Karimda da aytilib keldi. Shuningdek Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdagi bizga ko'p jilo aytgan. O'sha sababdan biz qabr azobi bu to'zoq azobi bilan barobar deb aytilib keladi. Keyirlar uchun eng yaxshi bir baqcha bo'ladi. Keyirlar uchun eng qiyin joy bo'ladi. Eng azob oluvchi joy bo'ladi. Mana shu sebepten bari sahabalardan bardigi, jana shundayla payg'ambarlardan bardigi shu narsadan qo'rqgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir joy aytib ketayin. O'tib жатқанда ümmetim deb o'tgan. Ümmetim deb bizga emnega aytdi. Biz emnelerga baratamiz. Shu sebepten onun ko'zi jetdi bardıq narsaga. Al başından da aytib qo'ygan, bardıq narsani aytib qo'ygan. Hozirgi ilim o'shani dalillab жатқан uchur. Hali men shu videoga like bosib, shu siz dag'i yaxshilik qilib, shu biz menen barobar so'qlay bo'lasiz. Yaxshilik qilgan jasoga menen barobar deb bekerdan aytilmaydi. Har doim like bosib, bizning kanaldagi eng to'g'ri yozuvchilar o'zining qatorida bo'lib turingizlar. Sog' salomatda keyingi ko'rsatuvlarimizdan omonlashguncha qolingizlar.